o'quvchilar, demak testimiz tahlilini boshlaymiz. Birinchi savolimiz. Safiya turli rangda kengurularni chizyapti. Demak, Safiya degan kishi kengurularni chizyapti. Avval moviy, demak birinchi nomerda moviy, ikkinchi bo'lib qizil, uchinchi qora, to'rtinchida sariq. Xuddi shu ketma-ketlikda chizib ketaveradi. Demak, birinchi moviy, qizil, qora, sariq. Yana moviy, qizil, qora, sariq. Ana shu tartibda ketma-ket chizib ketadi. Ayni savolga aytibdi. 17-chi raqamdagi kenguru qanday raqamda bo'ladi? Qanday rangda bo'ladi? To'g'ri. Demak, o'quvchilar 4 taga takrorlangani uchun 17 ni 4 ga bo'lamiz. Ya'ni 4,1 qoldiq. 4 marta to'liq qayerdan keladi? 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq degani mana bunisiga to'g'ri. Demak, moviyni chizadi 17-chi nomerda. To'g'ri javobimiz A. Ikkinchi savolimiz misol berilgan. Demak, ana misolimiz. Biriga 2 ni qo'ysam 3, 3 ga 3 6, 6 ga 4 10, 10 dan 3 ni aytsam 7, 7 dan 2 5, 5 dan 1 ni aytadigan bo'lsam, demak, to'g'ri javobimiz 4. Kalit C. Uchinchi savolimiz. Qaysi rasmda yurakchalar figuralarning 4 dan 3 qismini tashkil qiladi? Demak, A rasmda rasmdagi figuralarni sanab chiqamiz. Umumiy hisobda 4 ta, 7 ta, 11 ta figuramiz bor. Shundan nechta yurakcha desalar, 3 ta yurakcha bor. Demak, A rasm 11 dan 3. B rasmni ko'rsalar, sizlarga rasm demak berilgan 5 ta umumiy figuramiz 7 ta. 7 ta umumiy figuramiz bor. Shundan 3 tasi yurakcha. C javobimiz. Xo'p, umumiy figuralarimiz soni 6 ta yu, pastda yana 8 ta. 14 ta figuramiz bor ekan. Shundan yurakchamiz o'quvchilar, xo'p 6 ta. D rasmda umumiy figuralarimiz 12 ta ekan. Shundan 9 tasi xo'p yurakchaga to'g'ri keladi. E rasm 9 ta figura bor, shundan 3 tasi yurakcha. Ana endi bu kasr ko'rinishda yozib oldim. Endi qisqartirish kerak. Bizga aytgan qaysi figuralarning 4 dan 3 qismi yurakchadan iborat. Bu 3 taqsim 1 to'g'ri kelmaydi. 3 taqsim 7 bu ham to'g'ri kelmaydi. 6 taqsim 1 ni ikkalasini 2 ga bo'lsam 3 taqsim 7 bo'ladi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Bunisini ikkalasini 3 ga bo'lsam 3 taqsim 4. Javob bilan mos keladigan javobimiz demak D varianti. 4-chi savolimiz. Agar sentyabrdagi barcha juft raqamlari bo'lgan sanalar dam olish bo'lsa, unda siz sentyabr oyida necha kun maktabga borasiz? Bo'lishingiz kerak. Demak, aytibdi, sentyabr oyida barcha juft raqamlari dam olish. Demak, sentyabr 30 kundan iborat. 30 ta kun bor. Shundan hamma juft raqamlardagi dam olish demak 2, 4, 6, 8, 10, 12 va oxirgisi demak 30-sentyabr. Shu tartibda yozib chiqsak agar teng yarmi, ya'ni 15 kun dam olish bo'ladi. 15 kun maktabga borishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri javobimiz A. 5-chi savol. Vasya otasining ismi Ivan Nikolay. Demak, Vasya otasining ismi Ivan Nikolay o'g'li. Demak, ana shu yerda e'tibor beramiz. Otasining ismini Ivan Nikolay o'g'li deyapti. Demak, Vasyaning bobosi e'tibor beringlar, Nikolay o'g'li deyapti. Bobosining ismi demak Nikolay. Bu otasini dadasi. Xo'p, ana endi davomli o'qiymiz. Bobosining ismi esa Semyon Petr o'g'li. Bobosi xo'p Semyon Petr o'g'li. Semyon Petr o'g'li. Vasya onasining otasining ismi, ya'ni Vasyani ona bobosining ismi kerak. O'quvchilar ana yerda jumlada qaraydigan bo'lsam, bobosi deyapti Semyon Petr o'g'li.
Demak, onasini, otasini ismi Peterga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz 5 ga D. 6-chi savol. Bir varaq buklangan va ko'rsatilgan rasmda kesilgan nechta bo'lak hosil bo'ladi? Demak, birinchi chalinchda listim bor, 2 ga buklagan. Keyin yana bu shaklda buklagan u o'rtasidan kesgan bo'lgan. Bunday kessam agar ana bu yerdan bitta, ikkita, 3ta, 4ta varaq kesiladi. Keyin ochganlaringizda bitta yaxlit varaq qoladi. 4 + 1 umumiy 5 ta varaq hosil bo'ladi. Xohlasangiz buni qo'lda sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Hop, to'g'ri javobimiz bu. 7-chi savol. 2, 3, 4. 2, 3 va 4 ga deyapti. Bo'linadigan eng kichik butun son. 2 ga ham, 3 ga ham, 4 ga ham bo'linadigan eng kichik sonni topishimiz kerak. Bu uchalasiga ham bo'linadigan sonimiz 12 bo'ladi. 2 ga bo'lsam 6, 3 ga bo'lsam 4, hop, 4 ga bo'lsam javoblar chiqadi. To'g'ri javobimiz bu. 8-chi savol. Mahmud 8 ta eman ko'chatlarni ekdi. Demak, Mahmud 8 ta ko'chat ekdi. 8 ta eman ekdi. Aytibdi, ikkitadan tashqari ko'chatlardan emanlar o'sdi. Barcha ko'chatlarda emanlar o'sdi. Ikkitadan tashqari, 8 dan 2 ni ayrsam 6 tasida hop meva bo'lgan, ikkitasida bo'lgan. Ikkitasidan tashqari barchasidan mevali emanlar o'sdi. Hop. Ikkitadan tashqari barcha ko'chatlarda emanlar o'sdi demak. Demak, 8 ta eman qurgan o'quvchilar 6 ta emani o'sib chiqqan, ikkitasi nomi bo'lgan. Ana endi bu 6 tadan davomini o'qiydigan bo'lsam, ikkitasidan tashqari barchasidan mevali emanlar o'sdi. Ikkitadan tashqari degani uchun 4 tasiga meva hosil bo'lgan, ikkitasi mevasiz bo'lib qolgan. Endi yana davomga aytibdi, bittasidan tashqari barcha emanlarni mevalari mazasiz. Demak, ana bu mevali emanlarni bittasini olib tashlaymiz. Ya'ni 3 tasi mevali, kim mazasi yo'q degan. Ya'ni bemaza. Bizga oxiriga aytibdi, mazasiz mevali emanlar. Demak, o'quvchilar 3 tasi mazasiz mevaliga kiradi. To'g'ri javobimiz bu. Hop, 9-chi savol. Katakli qog'ozda bir katakni birlik deb oling, 4 ga yetgan 4 burchak chizilgan. Yaxshi. Katakli qog'oz nomini o'quvchilar. 4 ta bunaqasiga bu, 7 ta bunaqasiga. 7 ta bo'ldi. Mana buni diagonal chizib ko'ramiz. Lineykani qo'yib, demak diagonal degani bu uchi bilan bu uchni tutashtiruvchi. Xohlasalar bu uchidan boshlab bu uchni tutashtirib bitta diagonal chizdik. Shunda deyapti, nechta kvadratchadan o'tadi deyapti. Nechta o'sha to'rtburchakni kesib o'tadi. Buni chizib ko'radigan bo'lsalar o'quvchilar 8 tasidan o'tadi. To'g'ri javob A. Endi mana doskaga katak yo'q, shu uchun kataklarni har xil chiqdi. Sizlar varaqni olasizlar, varaqni chizib ko'rsalaringiz agar bir xil javob chiqadi. 1-chi savol. 1-chi savolimiz aytibdi, Vasga 6 ta ketma-ket juft sonlarni yozib chiqdi. 6 ta ketma-ket juft sonlarni yozib chiqdi. Ulardan eng kattasi eng kichigidan 2 barobarga kattaligidan. Demak, birinchisi A bo'lsa, 6-inchisi 2A, ya'ni 2 marotabaga farq qilish kerak ekan. Ketma-ket 6 ta juft sonlarni yozib chiqdi o'quvchilar. Buni osongina topsak bo'ladi. Misol uchun, A degan 4 bo'lsa, 8 bo'lish kerak. A 5 bo'lsa 10 bo'lish kerak. 5 ni qo'ya olmaymiz, sababi 90 bo'ladi. 6 ni qo'ysam bu 12 bo'lish kerak. Shunda 6 ni qo'ysak 6, 8, 10, 12. 4 ta son bo'ladi, to'g'ri kelmaydi. 7 ni qo'ysam bu 14 bo'ladi. 7 ni qo'ya olmaymiz, 7 ham 90. 8 ni qo'yish mumkin. 8 ni qo'ysam 16 bo'ladi. Xo'p, sanab ko'raman. 8, 10, hop, 12, 14, 16. 5 ta bo'lib qoldi. Ana o'rniga 10 ni qo'ysak bu 20 bo'ladi, sanaymiz. 10, 12, 14, 16, 18, 20 demak, ana shu holatda 6 ta son yozishimiz mumkin ekan ketma-ket juft. To'g'ri javobimiz buni kichigi 10, kattasi 20. 2 barobarga farq qilyapti. Eng kichik son necha degani uchun 10 javobini olamiz. D kalitda bor. Demak, 11-chi savolimiz
Xo'p, yakshanba kuni ertalab 9:30da Anora kompyuter o'yinini o'ynashga o'tirdi. 9:30da kompyuter o'ynashga o'tirdi. Keyin lekin u juda ko'p o'ynadi. Onasi uni kunduzi 3dan 15 ta o'tganida kompyuterdan chiqardi. Demak, 3:15 ga kompyuterdan turg'izdi. Demak, aqlsiz qiz degan bu juda ko'p kompyuter o'ynadi. Xo'p, umumiy yodda necha soat o'ynadi shu? 12 bölüş uchun 2:30 yana 3:15. 2 soat 30 minut plus 3 soat 15. Umumiy hisobda 5 soat. Xo'p, 45 minut o'ynadi. Juda ko'p o'ynadi kompyuter. Xo'p, ana endi aytdi. Keyingi yakshanba kuni uni ukasi Marat o'tiribdi, bundan 1 soat 50 minut ko'p bo'ldi. Demak, Marat apasidan 1 soat 50 minut ko'p o'ynadi. Ya'ni apasi qancha o'ynadi? 5 soat 45 minut dedi. Marat 1 soat 50 minut ko'p. Ko'p degani o'sha qo'shamiz. Demak, 5 soat 45 minutga qo'shamiz 1 soat 50 minut. Bu 95 minut bo'ladi. 1 soatimiz 60 minut bo'lgani uchun 95 dan 60 ni ayirsam 35 minut qoladi. 1 soatni unga qo'shib olamiz. Demak, 7 bo'ladi. 6 1 soat bundan qo'shganimiz hisobiga 7 soat 35 minut Marat kompyuter o'ynadi. Umumiy hisobda. To'g'ri javobimiz C. 12 savol. Rasmdagi qancha uchburchaklar butun katak bilan bir xil degan. Demak, uchburchakni chizishga harakat qilamiz. Uchburchaklarni tashlayib berilgan. Ana bu yoqdan uchburchaklarimiz. Demak, bitta katakni kvadratga bo'lishimiz kerak, hamma tomon teng bo'lishi kerak. O'quvchini qarang. Ana bu ana bu. Ikkalasini qo'shsam bitta kvadrat bilan barobar bo'ladi. Xuddi shunday yana tepaga ham bor. Mana bu bilan mana bu. Ana bu uchburchakka qarang. Mana shuni ikkalasini yuzini qo'shsam agar bitta to'rtburchak bilan barobar bo'ladi. Demak, tepaga ikkita bor ekan. Xuddi shunday mana bu yerda bor. Mana shu ikkita uchburchakni qo'shib olsam, umumiy o'rtada katta uchburchak bo'ladi. To'rtburchak yuz bilan bir xil bo'ladi. Mana bu yerda 4 ta bo'ldi. Xuddi shunday yon tomonda ham bor. Mana bunga qarasa ham bo'ladi, bunga qarasa ham bo'ladi. Keyin yana qanday so'zlar mana bunga. Xuddi shu narsa. Umumiy hisobda sanab chiqsak, hop bizda 7 ta bo'ladi ekan. Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana bilan 7 ta umumiy uchburchakni yuzi to'rtburchakniki bilan barobar chiqadi. To'g'ri javob. 13-savol. Xo'p, uchrashuvda 29 ta akademik qatnashmoqda. Jami 29 ta akademik bor. Shulardan yo'qdi. Ulardan 12 tasi soqoldor, demak, soqoli bori 12 ta. 18 tasi mo'ylovdor. Mo'ylov bori 18 ta. 3 tasida esa soqol ham mo'ylov ham yo'q. Hop, soqol va mo'ylov yo'g'i 3 ta ekan. Umumiy hisobda olamiz o'quvchilar necha kishi qatnashyapti? 18 ga 12 ga qo'ysa 30 ta odam chiqyapti. Pil sanab bilan 3 ta. 33 ta umumiy odam chiqyapti. Bu nimaga ko'p chiqdi? O'zi 29 ta odam edi. To'g'ri, oddiy qilib tushuntiraman. Men matematikaga keladiganlar qo'l ko'tarsin dedim. 10 kishidan 8 kishi qo'l ko'tardi. İngliz tiliga keladiganlar qo'l ko'tarsin dedim. 10 kishidan deylik 7 kishi ko'tardi. Nima bo'ldi? 10 ta o'quvchi bor. Matematika deganimda 8 ta ko'tardi. İngliz tili deganimda 7 ta ko'tardi. Ikkalasini qo'shsam o'quvchilar 15 ta bo'ldi. 5 ta o'quvchi qayerdan keldi? O'zi 10 ta o'quvchi bor. 5 ta qayerdan keldi desalarga ayrim o'quvchilar ham matematikaga keladi, ham ingliz tiliga keladi. Bunga ham xuddi shunday. Ayrim insonlarning ham soqoli bor, ham mo'ylovi bor. Biz o'shalarning nechtaligini topishimiz kerak. Buni topish uchun ana 33 ta umumiy chiqqan natijadan 29 dan ayirishimiz kerak bo'ladi. Jami 4 tasi demak, ham soqoli bor, ham mo'ylovi bor. Ya'ni kim matematikaga keladi desam, ham bitta o'quvchi ko'targan, ingliz tiliga ham o'sha o'quvchi ko'targan. 2 marotaba qo'l ko'targan hisobiga ana bu bizga 33 ta chiqdi. Demak, hozir 4 tasida ham soqol bor, ham mo'ylov bor. To'g'ri javobni ko'ramiz, 13 ga ayirdi. Keyingi savolimiz 14.
Shtrix kod 17 qora va oq chiziqlar bilan hosil qilingan. Ana. Rasmni berib qo'ygan, nuqta qo'ygan. Demak, qora polosani mana chizgan ekan o'sha. O'rtada oq bor, yana o'rtada mana ingichka qoracha bor. Yana bitta oq bor, keyin yana qalin qora. Bular qora rangda sizlarga ko'rsatilgan rasmda. Xuddi shu tartibda yozib ketilgan. Bizga aytibdi, 17 ta bor ekan. Mana shu kod bilan 17 ta bor ekan. Oq chiziqlar soni keng qora chiziqlardan 3 ta ekan. Demak, oq qoradan 3 ta ekan. Bu degani qora chiziqlarga qo'shma qo'shdan oqqa teng bo'lar ekan. To'rt qora chiziqlar. Ana buni keng qora chiziq degan, buni to'rt qora chiziq degan. O'quvchilar, mana shu holatda umumiy holatda 5 ta bo'libdi. Bunda yana 3 ta yu 2 ta ortiqcha bo'ladi. Shu holatda hisoblaydigan bo'lsa, chizib hisoblasak agar, to'rt qora chiziqlarning umumiy soni 3 ta chiqadi. Sababi faqat o'rtaga bittadan joylashgan. Aytganimdek, 3 marotaba shu rasmni ketma-ket chizsam agar, 3 ta o'rtaga faqat qora chiziq tushib qoladi. Demak, javobimiz C. 15-savol. Kenguru 3 xil konfet sotib oldi. Katta, kichik, o'rtacha. Demak, katta, kichik, o'rtacha. 3 xil konfetdan oldi. Aytibdi, bittasi 4 tiyin. Katta konfetning bittasi 4 tiyin, kichikniki 2 tiyin, o'rtachaniki 1 tiyin. Uzr. O'rtachaniki 2 tiyin, kichikniki 1 tiyin. Demak, kattasini bittasini narxi 4, kichiginiki 1, o'rtachaniki 2 ga teng ekan. Jami 10 ta sotib oldi. 10 ta konfet oldi. Konfet yaxshi ko'raylik. Xo'p, kenguru 16 tiyin to'ladi. Jami 10 tasiga o'quvchilar 16 tiyin dedi. Menga savolga aytibdi, nechta katta konfet sotib olgan? Endi o'quvchilar buni ketma-ketlikda ko'rishimiz kerak. Misol uchun, katta konfetdan 2 ta olsa 8 tiyin bo'ladi. Yana 8 tiyin puli qoladi. Qolganida ola olmaydi, 10 ta qilib ola olmaydi. Qaysi holat bo'ladi bu yerda? Katta konfetdan bitta olamiz. Bundan 3 ta olamiz. 1 tiyinlikdan 6 ta olamiz, bundan 3 ta olamiz. Hisoblab ko'ramiz. Umumiy konfetdan so'ng 10 ta bo'ladi. 6 ga 1 7, 7 ga 3. Ana endi bitta kattasi 4 tiyin plus 6 ta kichigi 1 tiyindan 6 bo'ladi plus 3 tasi 2 tiyindan 6 bo'ladi. 16 tiyin. Haqiqatdan mana 10 ta konfet oldik, jami 16 tiyin bo'ldi. Katta konfetdan bitta, kichikdan 6 ta, o'rtachadan 3 ta. Biz kattani so'ragan, bitta olishimiz kerak. To'g'ri javobimiz E. 16 savolimiz. Agar katakning yuzi 1 ga teng bo'lsa, endi yuzini toping. Demak, har bitta katakchani yuzi 1 dan ekan, ana bunaqa shakl berilgan bizga. Ne shaklini chizib bergan? Katakchalar bir chiqqan, yaxshi to'madim. Xo'p. Sizlarga rasm bor. Ana shu katakchalar sizlar uchun ana bularni har biri ham birga to'g'ri keladi. Sababi yarmi u tomonga o'tgan, yarmi bu tomonga. Umumiy katakchalarni sanab chiqsam, o'sha yuzasi bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni umumiy 18 ta katakcha chiqadi. Har biri birdanligi uchun umumiy yuzasi ham 18 ga teng bo'ladi. To'g'ri javobimiz E. 17-savolimiz. Elektron soatning tablosidagi raqamlarni yig'indi sardor hisoblashni yaxshi ko'rar edim. Masalan, agar tablo 21 17 ni ko'rsatsa, u 11 ga teng bo'lgan yig'indini oladi. U qanday eng katta yig'indini olishi mumkin? Demak, tablolik soatimiz bor ekan. Tablolik soatimiz 21 17 ni ko'rsa, raqamlarni yig'indi 2 ga 1 ni qo'ysam, 3 3 ga 1 4 4 ga 7 11 ni ko'rsatadi. Shu tablolik soatda deyapti, eng katta qaysi raqamlarni yig'indisini topishingiz mumkin. O'quvchilar, birinchidan eng katta bo'lishi uchun bular hammasi raqamlardan iborat bo'ladi. Birinchi, mana bu soat qismi, demak bu minut ko'rsatadi. Hammamiz bilamiz buni. Soat qismi eng katta qaysi sonda bo'lishi mumkin? Ikkalasi raqamlar orasida eng katta bo'ladi. Eng katta bo'ladigan o'quvchilar bittasi 9 bo'lishi kerak. Ikkinchisi undan keyingi raqamni 8, lekin bizga 89 degan soat bor. Majbur ana bu xonaga 1 ni olamiz. Sababi 2 ni olsam ham 29 degan soat bo'lmaydi. Shuning uchun bu 19 ni ko'rsatish kerak soat. Raqamlardan eng kattasi o'quvchilar qani? 59 bo'lsa bo'ladi.
89 qo'ymayman. Minut 89 emas, maksimal 60 minut bo'ladi. Shuning uchun ana bu yerga 6 ham qo'ymaymiz. 69 bo'lsa ham unaqa minut bo'lmaydi. 59 bo'lsa bo'ladi. Umumiy holatda mana bu raqamlarimiz 10, buni raqamlarimiz 10. Ikkalasini qo'shsak 24 ni o'lchashi mumkin ekan. To'g'ri javob eng katta 24. C javobga beriladi. 18 savol. Kitobda qancha bet bor? Agar ularni raqamlash uchun umumiy 35 ta raqam kerak bo'lsa, umumiy o'quvchilar 35 ta raqam ishlatamiz kitobni betlash uchun. Hop, yetlamaymiz. 35 ta raqam ishlatamiz. Raqamlarni o'quvchilar birdan boshlasak, birdan 9gacha. 9 ta raqam ishlatamiz. Yana nechta raqamimiz qoladi? 35 dan 9 dan aytsam, 26 ta qoladi. Demak, 26 ta endi 2 xonali sonni, har bitta 2 xonali sonni yozish uchun 2 ta raqam ishlatiladi. Shuning uchun 26 ni 2 ga bo'lamiz 13 ta. Ya'ni 13 ta 2 xonali son. 9 dan boshlasangiz ham 10, 11, 12 va hokazo ketadi bu yo'g'i. Oxirgisi o'quvchilar, hop 13 ni oladigan bo'lsam 22 ga shunday tugaydi. 22 ga tugasa birdan boshlayman. 22 dan birdan boshlab 22 gacha bo'lsa o'quvchilar jami 35 ta raqam ishlatar ekanmiz. Hisoblab ko'rsalar ham bo'ladi. Demak, oxirgi betimiz 22 bilan tugaydi. To'g'ri javobimiz C. Demak, keyingi savolimiz 9. Ana bu setka ko'rinishlari bergan o'quvchilar. Hop. Ushbu setkali parchalarni bo'lmagan holatda eng ko'p qancha ipni kesish kerak? Demak, o'rtadan o'zi kesadigan bo'lsa o'quvchilar, ipni kessam bu yoqdan ochiq qoladi, bu yoqdan ochiq qoladi. Shuning hisobida parchalanib ketadi. Bu ikkitani kessam o'quvchilar, qolgan ikkita yon tomonda ishlaydigan ip qolmaydi. Shuning uchun bunaqa misollarda yon tomondagidan kesiladi. Ikkitani kessam agar bu iplar o'zini o'zi ushlaydi. Bu yoqdan ikkita kessak bo'ladi. Bu ikkita ip ushlaydi. Mana bu ikkalasini kessak bo'ladi. Mana bu ikkalasini kessak bo'ladi. Keyinchalik mana buni kessam o'quvchilar, mana bu ikkalasi o'sha setga tikilib ketishi mumkin. Shunday holatda hisoblaydigan bo'lsam, 2 ta, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. 18 ta ipni kesishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri javobimiz bizga B. 20-savol. 3 xonali sonni ketma-ket 2 marta yozish uchun uni nechaga ko'paytirish kerak? 3 xonali sonni ketma-ket 2 martani ABC 3 xonali bu, yana yondan ABC o'sini bo'lish uchun nechaga ko'paytirishimiz kerak? Hop, bu to'g'ri javobimiz 1001 bo'ladi. Ya'ni istalgan sonni 1001 ga ko'paytirsak, yana 3 xonali sonni o'zi yondan hosil bo'ladi. Isbotlab beraman. 257 bo'lsa 1001 ga ko'paytirib ko'ramiz. 1001 ko'paygan 257. Oxirgisi 2 bo'ladi. 2 bilan 1 ko'paytirgan 2 tushib qoladi. Mana. Demak, to'g'ri javobimiz 1001. 1001 ga istalgan 3 xonali songa ko'paytiringlar, orqasidan xuddi shu shaklda yoziladi. Demak, shu bilan tahlilimiz nihoyasiga yetdi. Yana savollarimiz esa shaxsiydan so'rashlarni